Salom, bugungi videoda mashhur animelardagi yovuz qahramonlar haqida gaplashamiz. Madara Uchiha umuman olganda bu qahramonni ko'pchilik yomon ko'rmaydi, ammo Madarani ushbu ro'yxatga qo'shmasam bo'lmas edi. Sababi u juda ko'p yovuzliklar qilgan. Masalan, Uchiha Obitoni o'z rejalariga ishontirgan va undan tashqari oy illyuziyasi uchun undan foydalangan, ya'ni Infinity Tsukumi'ni amalga oshirish uchun Akatsuki va Obitodan yaxshigina foydalangan. Yana bir misol, u Shinobilar alyansi jangida ko'plab shinobilarni qirib yuborgan va hattoki Kagelarga ham qarshi chiqqan, hattoki ularni o'ldirishiga ham bir bahya qolgan. Madara Uchihaning maqsadi oy rejasini amalga oshirish va Ototsuki kuchiga ega bo'lish bo'lgan va bunday nafrat unga klanlar aro jang tufayli bo'lgan. Ayniqsa uning ukasining vafoti, ya'ni Izuno Uchiha Senju klanidan bo'lgan odam tomonidan o'ldirilganligi sabab. Madara rostdan ham kuch-qudratda tengi yo'q shinobi edi. Balki Madara Uchiha haqida alohida video tayyorlarmiz. Izohlaringizni yozib qoldiring. 4-o'rin Aizen. Bleach animesidagi eng mashhur manipulyatorlardan biri bo'lgan yovuz va aqlli personajlardan biri Aizen. U o'z atrofidagilarni aldab, shaxsiy rejalarini amalga oshirishga majbur qiladi. Ichigo va Soul Society-ga qarshi turish uchun ko'plab hiyla ishlatadi. U Hogoyoki orqali o'z kuchini oshiradi va normal inson chegaralarini buzadi. Natijada dahshatli kuchga ega bo'ladi. 3-o'rin Akaza. Demon Slayer animesidagi yovuz kimsalardan biri bo'lib, yuqori darajadagi yovuz qahramonlardan biri. U Upper Rank 3 bo'lib, Muzan Kibutsujining eng qudratli va xavfli demonlaridan biridir. Akaza insoniy yuziga ega bo'lsa-da, uning ichidagi dahshatli kuch va zo'ravonlik uni xavfli antagonist qiladi. Akaza ko'plab odamlarni va hashiralarni jangda o'ldirgan. U kuch va jang san'ati bilan boshqa demonlarni ham ortda qoldirgan. U insoniyatni qo'rqitadi va Muzan bilan birgalikda dunyoga tahdid soladi. Menimcha to'liq tushuntira oldim degan umiddaman. Video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tezroq 200 ta obunachi yig'ishga yordam bering. Oldindan rahmat. 2-o'rin Zik Yeager. Titanlar hujumi animesida yovuz qahramonlar ko'p, lekin bugun Zik haqida gaplashamiz. Agar sizga Titanlar hujumi animesining tahlili qiziq bo'lsa, mana bu tugmacha orqali videoni tomosha qilishingiz mumkin. Insoniyat tarixida ba'zan bitta qaror butun dunyoni o'zgartiradi. Zik Yeager shunday qarorlarni qabul qilgan. U Titanlar va butun dunyoni o'zgartirish uchun harakat qildi va bu yo'lda o'z do'stlaridan, yaqinlaridan va hattoki o'z xalqidan ham voz kechdi. Eren bilan tutingan aka-uka ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, ikkalasida ham titan kuchi bor edi va ikkalasi ham dunyoni o'zgartirish uchun reja tuzishdi va Eren Zikni o'z yolg'onlariga ishontirdi va Zikdan yaxshigina foydalandi. Nega Zik tomoshabinlarga yovuzdek ko'rinadi? Sababi u ko'pchilikni yoqtirgan qahramoni Erwin Smithni o'ldiradi. Leviga uni barcha do'stlarini o'ldirishga majbur qilgan va Levi bilan ashaddiy dushman edi. Va oxir oqibatda u o'z rejalari davomida halok bo'ldi. U Levi tomonidan yo'q qilindi. 1-o'rin Pain. Naruto olamidagi eng kuchli qahramonlardan va sobiq Akatsukining yetakchisi va Rinnegan ko'zli shafqatsiz qahramon. U yashirin barq qishlog'idan bo'lib, buyuk saninlardan biri Jirayaning shogirdi bo'lgan. Pain bolaligidan Konan va Yahiko bilan birga o'sdi. Ular Akatsuki guruhiga asos solishdi. Ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra Yahiko vafot etadi va bundan nafratlangan Nagato o'ziga Pain, ya'ni og'riq taxallusini qo'yadi. Akatsuki haqida ham video tayyorlaganmiz. Mana bu tugmacha orqali bu videoni ham tomosha qilishingiz mumkin. Oldindan rahmat. Tomoshabinlar nega aynan Painni yomon ko'rishini sababi u Konoha qishlog'ini yo'q qiladi va buyuk saninlardan biri, ya'ni o'z ustozi Jirayani ham yo'q qiladi va Konoha qishlog'i Kagesini ham o'ldirishga urinadi. Narutoga qarshi jangda ham Narutoni qattiq yaralaydi. Hattoki Hinata ham bundan aziyat chekadi. Ammo Painni yovuz deyish ham xato va uni kuchli qahramon va yangi davr asoschisi desak ham to'g'ri bo'ladi. Bugungi video mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.